قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın fazli ve muvaffaq qilishi bilan Qur'oni Karimdagi qissalar degan darsimizni davomlashtiramiz. Bu darsda biz Nuh alayhissalomningki Qur'oni Karimda bayon qilingan voqealiklari bilan davomlashyapmiz. Bugün Nuh alayhissalomning qavmi ichidagi huquqdorlar, mal egillari, jamiyat arboblariningki Nuh alayhissalomningki da'vatiga tutgan pozitsiyasi maydoni haqida qisqacha to'xtalamiz. Biz burungi payg'ambarlarning tarixiga, da'vat hayotiga qaraydigan bo'lsak, ta bugungi kungacha islohotchilarningki da'vat hayotiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarlarga ergashganlarning da'vat hayotiga qaraydigan bo'lsak, jamiyatda mush islohotchilarga asosli qarshi turadigan, bularningki islohotininki g'alaba qilishininki oldin to'sishga urinadigan kuchlar asosli huquqdorlar va shundaqla mush huquqdorlarningki soyasida boy bo'lgan iqtisod egillari ekanligini aniq ko'rib olamiz. Nuh alayhissalomningki da'vatiga qaraydigan bo'lsakmi, bular Nuh alayhissalomningki payg'ambar emasligi va shundaqli yolg'onchi ekanligi to'g'riliq bir necha turlik safsatlarni o'zininki Nuh alayhissalomning payg'ambarligiga ergashmaganligini, e'tirof qilmaganligini bayon qilib turadigan yolg'on banolarni o'ttirib qo'ygan. Bu banolarningki eng birinchisi, safsatining eng birinchisi nima desa, Nuh alayhissalomningki bularga o'xshash bir inson bo'lganligi. Bu huquqdor yetakchilar, qo'mondonlar nima degan desa, Qur'oni Karim bayon qilgan bularning so'zini فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. Nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan bu yetakchilar, biz seni Nuh bizga o'xshash bir inson deb ko'ryapmiz. Bizning sana ergishishga sababchi bo'ladigan, bizning sana bo'ysunishga sababchi bo'ladigan, seni cho'ng bilishga, seni payg'ambar deb tunishga sababchi bo'ladigan hech qanday alohidlikni biz senda topolmadik. Sen bizga o'xshash inson ekansan. Biz hayotimizda sen o'xshash men payg'ambar deb da'vo qilib chiqqan, bizning ishimizdan turib menga alohida vahiy qilindi, sizlar menga ergishishinglar kerak deb chiqqan bundaq bir insonni biz ko'rib baxmadik. Unda bo'lgandan keyin sen bizga o'xshash tursan, yo bir farishta bo'lmasang, sana qandoq bo'lib biz ergishimiz deb bularcho Nuh alayhissalomga ergishishni rad qildi. Nuh alayhissalom bularningki bu safsatisiga rad qaytirib, buningga javob berib nima dedi desa, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إي قومم إي خلقم من الله سبحانه وتعالى ما أتاقيغان ما باغان mening payg'ambarlik ekanligimni isbotlaydigan aniq hujjat pokit ustida tursam, shundaq bir pokit hujjat menda bo'lsa, Allah o'z fazli bilan menga payg'ambarlikni bersa, sizlar bu payg'ambarlikni e'tirof qilish, buningga ergishishning o'rniga mening payg'ambarligim sizlarga maxfiy qolsa, ya sizlar buni bilmadinglar, tunimadinglar, e'tirof qilgani unumadinglar, balki sizlar bu payg'ambarligimni yolg'onga chiqarishga, buni rad qilishga shundoq aldirdinglar. Mushundaq aldırsanglar, aslida bu payg'ambarningki
Sizning ishingizdan, sizning tilingizda so'zlaydigan, sizning vazifatingizni tushunadigan bir insondan bo'lishi Allohning sizlarga qilgan bir rahmati edi. Mushundaq rahmatni sizlar tunumay, buni e'tirof qilmay, menga ergashishni unutmasanglar, men sizlarni menga ergashishga, mening payg'ambarligimni tunishga majburlay olamdim. Sizlar unusanglar, unutmasanglar menga ergashishinglar kerak deb men sizlarni zo'rlay olamdim. Albatta undaq zo'rlash mening haqqim yo'q. Undaq zo'rlayolmayman. Bu e'tiqod, iymon degan tanlash asosida, rozi bo'lish asosida mangdigan yo'l. Undaq bo'lgandan keyin men sizlarni majbur menga ergashinglar. Mening payg'ambarligimga ishoninglar, buni tuninglar deb zo'rlash meningcha hech qanday buningda iqtidorim yo'q. Undaq zo'rlamayman. Zo'rlashimning o'zi ham to'g'ri emas. Chunki iymon yo'li-chi desa, zo'rlash bilan mecburi mağdığan yol emas, belki bu insanın tanlışı, insanın razı buluşu bilen mağdığan yol. Bu komünizm emas. Ya ki dünyadaki mustabid hakimiyetle öz halkını zorlap ma'lum bir yo'nalishda mangdurdigan bir qarash emas, e'tiqod degan, iymon degan. Belki bu insanın yaxshi ko'rib turib, suyib turib, razı bo'lib turib, tanlab mangdigan yo'li. Unda bo'lgandan keyin men sizlarni majburlashga men egamas deb bularninki sen bizga o'xshash inson to'sang biz san nima deb ergishdik degan bu so'ziga Nuh alayhissalom yuqorqi radni bularga bergan. Bularning ikkinchi safsatisi qaysi desa, Nuh alayhissalomga ergashmaslikka bana qilgan banasi qaysi desa, bu payg'ambarlikninki farishtadan bo'lmaganligi. Yani payg'ambarlik vazifasini bularning qarshi bo'yicha farishta o'tagan bo'lsa, ondan bular buning uchun ergishdi. Payg'ambarlik vazifasininki bir insonda bo'lib qolganligi bularninki ergashmasligiga sababchi bo'lgan. Mushlarninki safsatisiga quruq banasi qaraganda. Allah subhanahu va taolo Nuh alayhissalomning qavmininki Nuh alayhissalomga ergashmaslikning sababini bayon qilgan oyatda nima degan desa bo'lar? وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Agar Allah subhanahu va taolo insoniyatni payg'ambar avatish orqali to'g'ri yo'lga yetaklashni iroda qilgan bo'lsa, to'g'ri yo'lni tunitishni, Allohning yo'lini, islomni tunitishni iroda qilgan bo'lsa, albatta malaikani tushirgan bo'ladi. İnsonni avatmaydi, balki malaikalardan iborat shundoq kuchli, qo'rqinchli insonlar ulardan qo'rqaydigan, ularning payg'ambarligiga qat'iy tananmaydigan, ularning alohidligini qat'iy inkor qilolmaydigan malaikalarni-chu payg'ambar qilib avatgan bo'ladi. Allah malaikani avatmay, insonni avatgandan keyin biz bildikki, chuqum bu inson haqiqiy Allohning elchisi, payg'ambar emasligini biz bildik. Ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin degani nima desa, san o'xshagan o'zi inson turib Allah menga vahiy qildi. Allah meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi degan bu davoni qilgan bir odamni biz buruncha ota-bobolarimizning qetida, bizning ajdodlarimizda bundaq bir odamning chiqqanligini biz anglamabdi ekanmiz. Unda bo'lgandan keyin sen yolg'onchi ekansan debchu Nuh alayhissalomning payg'ambarligini bular rad qilgan. Nuh alayhissalom bularningki payg'ambar degan chuqum malaika bo'lish lozim degan bu safsatisiga rad qaytirib nima degan desa, Allah subhanahu va taolo Nuh alayhissalomning tili orqali Qur'oni Karimda bizga bildirgan oyatda "Walakinni rasulun min robbil alamin, uballighukum risalati robbi ve ansahu lakum ve a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Men bo'lsam bütün alemning farvoydigari, elchi qilib sizlarga avatgan bir payg'ambarman. Mening farvoydigarim menga yuklagan vazifani sizlarga yetkazaman. Sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Men sizlar bilmaydigan nurg'un ishlarni Allohning vahiysi orqali nurg'un g'aybni men bilaman. Unda bo'lgandan keyin
mening payg'ambarligimni sizlarning tunishinglar bu sizlarning mas'uliyatinglar, majburiyatinglar. Awajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Sizlar sizning ishingizdan, sizning tilinglar bilan so'zlaydigan, sizning ishingizdan bir payg'ambar Allah subhanahu wa ta'ala sizning ishingizdan bir payg'ambarni tanlab, sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, Allah'ın azabından qo'rqitish uchun, Allah'ın cenneti bilan sizlarga bisharat berish uchun, o Allah'ga şerik keltirmay, Allah'ni bir ibadet qilishinglar uchun bir payg'ambarni avatganligidan sizlar nimish hayron qolasizlar? Hayron qolmanglar. Bu aslida Allah subhanahu wa ta'alaning sizlarga cho rahim qilishi, sizlarga kuyinganligi, sizlarning to'g'ri yo'lda menishinglarni shu yaxshi ko'rganligi. Nima uchun desa, çünkü insanlar malaikelerni asli halatini ko'rishdan çok qo'rqudi. Allah ularni malaikelerni qanday yaratgan bo'lsa, shu shaklda insonlarning malaikelerni ko'rishi bu mumkin emas. Agar ko'rgan vaqtda bular o malaikani ko'rib turishga qat'iy qodir emas. Allah subhanahu wa ta'ala bularda undaq kuch-quvvatni insonlarga bermadi. Şunun için insan ölgen vakitte gorda manda qo'rqinchli malaika var. Mesela kıyamet günü devzaqda manda qo'rqinchli malaikalar var deb Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hadis-i şerifte nurgun bu malaikaların asli halatının ki acayip qo'rqinchli ekanligi. İnsanlar bularni ko'rsa qattiq ensirab, cho'chib, hatta hushidan ketirganligini bayon qilgan. Albatta Allah subhanahu wa ta'ala malaikildan payg'ambar qilib avatgan taqdirdimi qanday qildi desa, cho'qim bu malaikani inson shaklida qilib avatdi. Xuddi Jibril alayhissalomni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yeniga ma'lum sahobalar ko'rsin deb vahiy islomni o'rgatish uchun payg'ambarimizga vahiyni yetkazish uchun kelgan vaqtda Jibril alayhissalom adette insanın şekilde kilti. İnsanın suretini kilti. Eğer asli suretini kelgen bolsa çokum kadir bulamaydı o insanlar. Fakat Peygamberimiz iki qatim Jibril aleyhisselamni asli şekilde ko'rgan deb bayon qilindi. Odatdagi insonlarning shu asli shaklda, asli holatida malaikalarni ko'rishi mumkin emas. Shu Qur'oni Karimda nima deydi desa, "Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna alayhim ma yalbisun." Agar biz bu payg'ambarni malaik qilib, evet, malaikini payg'ambar qilib avatmoqchi bo'lib qolgan bo'lsak, onun uchun yani shu inson qilib avatdik. Yani inson shaklda avatdik. Asli malaikilik holatida emas, balki inson shaklda avatdik. Unda bo'lgandan keyin bu insonlar o malaikini, yani payg'ambar bo'lgan o malaikini ko'rgan vaqtda xuddi insonni ko'rgandek ko'rdi. Yani nima deydi desa, o insonken o bizga o'xshash insonken o bunmi deb uning uchun ergashmaydi. Yani uni uqamaydi. Uning asli malaika ekanligini bilmaydi bu payg'ambarning. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zimizning har bir qavmga payg'ambar evatsa, shu qavmninki, shu xalqning tilini bildigan, shu xalqning urf-odatlarini bildigan, shularning ichida yashagan mushundaq normal bir insonni payg'ambar qilib avatdi. Malaikilni payg'ambar qilib avatmadi. Malaikilni faqat shu Allah avatgan insonlarning ichidan avatgan payg'ambarlarga vahiy olib tushishga Jibril alayhissalomni avatdi va uningdan boshqa farishtalarni ma'lum vazifalar bilan shu payg'ambarlarga avatdi. Shuning uchun Allah subhanahu va taoloninki rahmati nima ekan desa, birinchi bo'lib insonlarning ichidan shu insonlar taniydigan, tilni biladigan mushundaq insonni payg'ambar qilib avatganligi Allohning rahmati. Ikkinchi, malaikani payg'ambar qilib avatmay, insonning ichidan payg'ambarlarni tanlab avatganligi bu uchun Allohning rahmati. Nima uchun desa, malaikalarni asli holatida inson ko'rishga qodir emas. Demak, yuqorqi
bu ikki xil shu chaqdagi, ya'ni Nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan qo'mondonlar, yetakchilar, huquqdorlarninki o'tirib qo'ygan sapsasini shuni ko'rib olishga bo'ladi-ki, tarixdan buyon har qanday bir payg'ambar kelsa, buning qavmicha mush davoni qilgan. Bizning payg'ambarimizga degan bu gapni. Boshqa payg'ambarlarga Musa alayhissalomga deyilgan. Hammasiga deyilgan. Buningdan biz nimani bilamiz desa, birinchi o'lab har qanday bir islohotchining, har qanday bir qo'mondonning, har qanday bir yetakchininki o'zimizning ishidan chiqadiganligini bilishimiz lozim. Cho'qim bu yetakchi bizningki tilimizni bildigan, bizning xalqimizning urf-odatlarini biladigan, bizning xalqni yetaklay oladigan iqtidorga ega mushundaq odamlar chiqadi. Bizni yetaklashga, bizni zulmdan qutqizishga malaika tushmaydi. Başqa bir davlatdan ya başqa bir yerdan bizning xalqimizni, bizning yurtimizni tunimaydigan odamlar kelib, bizga yetakchi bo'lib bu xizmatni qilolmaydi. Shuning uchun biz o'zimizning yetakchilari, qo'mondonlari, o'zimizning olimlari, o'zimizning siyosatchilari bularning qadrini cho bilish lozim. Xatolikdan hech qanday bir inson xoli emas. Xuddi shuningdek har qanday siyosatchi, har qanday yetakchi, har qanday olim mumkin xatolashadi. Bir inson xatolashgan vaqtda, bir olim xatolashgan vaqtda cho'qim buning nurg'un to'g'ri qilgan taraflarini, qilgan yaxshi ishlarini unutmagan asosda muomala qilish lozim. Salaflarning gapi har qanday bir ot anchumich mudirib ketgandek har qanday olimmicho mumkin xatolashib qilishi degan. Shuni biz xatolik o'tkazmaydigan qo'mondon izlamayli. Xatolik o'tkazmaydigan olim izlamayli. Xatolik o'tkazmaydigan siyosatchi izlamayli. Chunki bu yo'q hayotda. İnsanlar hayatında bundak insan yok. Kullu ibn Adem'e hatta ve hayrul hatta'in et-tevvabun dedi Peygamberimiz. Her kandak insan balısı, Adem Aleyhisselam'ın balısı her kandak hatalışıdır. Hatalışqanlarning en yaxşısı qaysi desa, o'zining xatoligini tunib tavba qilganlar, to'g'ri qaytganlar degan. Shuning uchun siz va men bala dada yoki ana bala hammasi hayotimiz qaraydigan bo'lsak, kamchilikdan xoli emas. Xatolikdan xoli emas. Har qanday bir bala yoki har qanday bir ana cho'qim mumkin xatolanishi. Xatolashganlik bilan bala bilan ana birsi-birsining munosabatini uzishga, er bilan ayol birsi-birsining munosabatini uzishga yoki olim bilan shogirdi munosabatini uzishga, hunarvan bilan hunarvanning shogirdi munosabatini uzishga to'g'ri kelsa, bu dunyo cho'qim gullanmaydi, taraqqiy qilmaydi. Oila bo'lib tug'maydi. Olim bo'lib, shogird bo'lib tug'maydi. Xuddi shuningdek har qanday siyosatchi, har qanday yetakchi, har qanday qo'mondon xatolanishi mumkin. Lekin har qanday bir qo'mondonning qilgan xatoligi, qilgan nurg'un to'g'ri ishlardan oz bo'ldi ekan, cho'qim haqiqiy qo'mondon degan shu. Shu sababla bir insonga sharafdan yetarlik nima desa, eng sharafli inson qanday inson desa, buning kamchilligi, xatoligini sanig'ini bo'ladi. Ya'ni bu deb bir ishga deb ma'lum xatoligini sanig'ini bo'ldigan inson bu eng sharafli inson bu deb mushnaq degan. Ya'ni nurg'un insonlar va uning xatoligini tasavvur qilish, ig'izga ep bo'lash, yezib bo'lash mumkin emas. Shunga kishilar uning xatoligiga alohida diqqat qilmaydi. Nima uchun desa, hayoti xatolik bilan, kamchilik bilan, buzg'unchilik bilan to'lgan bo'lg'achqa. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz birsi-birsimizning qadrini yaxshi bilayli, birsi-birsimizning ortiqchiligini yaxshi bilayli. Mushundaq qilgan vaqtda o'rtaq hamkorlashib, cho'ngni cho'ngcha, kichikni kichikcha izzatlab, cho'ngni hurmatlab, manga vaqtda biz cho'qim g'alaba qila olamiz. Lekin qachoniki bizga
shaytoniy vasvas kirib, kumandan bo'lgan odam degan, yetakchi bo'lgan odam, siyosatchi bo'lgan odam xatolashmasligi kerakdi. Bu har doim to'g'ri yo'lda menish kerakdi desak, u chaqda shu burunqi payg'ambarlarga qarshi chiqqanlarga ma'lum tarafdan o'xshab qolgan bo'lamiz. Ular inson bo'lmay farishta bo'lsa ogohlantiradiganlar payg'ambarlar degan. Demak, Alloh subhanahu va taolo hammamizni mushu Nuh alayhissalomninki o'z qavmiga qaytuvgan, ya'ni bularning safsatlariga qaytuvgan javoblarini yaxshi tushunib, o'zimizning ishirin yetakchining, qo'mondonning bo'lishini bu Allohning rahmati ekan deb tunish, mana bu g'albining yo'li. Biz yaqin tariximizga 70-80 yilni yoq bo'lgan tariximizni qaraydigan bo'lsak, bizning eng mag'lubiyatga sababchi bo'lgan yetakchilarimiz yoki mag'lubiyatga sababchi bo'lgan ish qaysi desa, bizning yetakchi qo'mondonni yaratmasligimiz, chiqqan qo'mondonlarga o'z zamonasida ergashmaganligimiz, ulardan kamchilik, xatolik izlaganligimiz, o'lib ketgandan keyincho voy paloni hazab adamkan, unda yaxshi, unda iqtidorli odamni ko'rib baqmadik deb o'lgandan keyin qadrini bildigan, hayotningcho qat'iy qadrini bilmaydigan, tuzkurlik bilan muomala qilgan bo'lg'achqa tarixdagi yetakchilarimiz, qo'mondonlarimizga bugünkidek echinishli kunigacha qoldik. Bu echinishli kundan qutulishning yo'li nima desa, o'zaro birsi-birsimizni qadrlash, birsi-birsimizni yaxshi ko'rish orqali ma da'vo yo'lda inqilob yo'lida mustahkam menish. Hammamizning bir inson ekanligimizni unutmasligimiz, insonning xatolashib qolish ehtimolligi borligini qat'iy unutmasligimiz, mana bu bizning qalbimizning yo'li. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk.